Assalomu alaykum azizlar, qadrli yurtdoshlar, Biyagomuz Toshkent kanalimiz a'zolari. Mana Biyagomuz dastavkalar yana davom ettirmoqdamiz. Biyagomuz Kaliforniya chuvalchanglari yordamida 1 yil davomida qayta ishlanadigan tabiiy organik mahsulot bo'lib, har qanaqa o'simliklarga bemalol foydalansa bo'ladi. Daraxtlarga, gullarga, uzumlarga sharbat yo'li orqali beriladi. Asosan tomirlarni kuchaytirib beradi hamda solingan tuproqning unumdorligini oshirib beradi. Mana bu yerda upakovkalarimiz hozir dastavkaga chiqyapti. Undan tashqari Chinoz tumanida yangi katta 30-40 gektarlik uzum plantatsiyasi boshlangan, ekilish jarayonida. Hozir mana xudo xolisa 10 tonnadan ikkita mashinamiz keladi. 20 tonnaga zakasimiz bor. Xudo xolisa yuklash jarayonidamiz. Mana Biyagomuzlarimizning holatlari. Bular 0.8 lik razmerdagi elakdan o'tgan. Bemalol ishlataversa bo'ladi. Ulgurji narxda. Bizning manzilimiz Toshkent viloyati Qibray tumanida, Toshkent shahar Toshkent viloyatlari bo'yicha dastavkalarimiz mutlaqo bepul. Ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqasizlar hamda Kaliforniya chuvalchanglari ham sotuvda bor. Fermer, mol boqadigan insonlar mana shu sohani Kaliforniya chuvalchangini olib boshlasa, chiqindisiz texnologiya